3. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan yana bir bor uchrashib turganimdan juda ham mamnunman. Bugun xalqimiz orasida juda ham ko'payib ketgan yosh kasalliklar qatoriga kirgan desak ham bo'ladi. Semizlik, ya'ni ortiqcha vaznni tabiiy oson yo'lini, ozish yo'lini o'rgataman. Xo'p. Endi tabiiy ozish yo'li qanday bo'ladi? Avvalambor bitta mana bu rasmga e'tiborimizni qaratamiz. Hazm tizimi sistemasi haqida gapirganimizda birinchi bu og'iz bo'shlig'i keladi bizda. Og'iz bo'shlig'i. Agar birinchi o'rinda tishlaringiz sog'lom bo'lmasa yoki tishlaringizni oldirgan bo'lsangizlar 32 ta emas, 30 ta emas, ya'ni 26 ta, 23 ta tishlaringiz kam bo'lsa, avvalambor shundan boshlanglar, tishlaringizni to'lig'icha qo'yinglar. Buni nega aytyapman? Tishlaringizni to'liq sog'lom holatga keltirsangizlar, men bu aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim sizlarga juda ham effekt beradi. Endi og'iz bo'shlig'idan tishlarni sog'lom qolganimizdan keyin biz hozirgi ma'lumotni bermoqchi bo'lgan ma'lumotni siz ishonch bilan aytaman, hech qayerda eshitmagansiz bu ma'lumotni. Xo'p, shuning uchun diqqat bilan eshitishingizni so'rab qolardim. Endi bu umumiy olganimizda bu organizmda ichki tuzilishi, ko'rinishi, mana ichki a'zolarning ko'rinishi, mana bu jigar, o'pka, oshqozon, yo'g'on-ichak, ingichka-ichak, 12 barmoq ichakning davomi ingichka-ichakka taqaladi. Mana bu anal teshigi. Xo'p, endi bu yoqda ham ko'rinib turibdi. Ichaklar, oshqozon, ichaklar hammasi umumiy ko'rinishda ko'rinib turibdi, tushunarli bo'lish uchun. Endi og'iz bo'shlig'idan boshlaymiz. Men bu ma'lumotni aytishimdan deyta demayman hech qachon. Ya'ni deyta qiling demayman. Sport bilan shug'ullaning, fitness qiling yoki bir yuguring demayman. Men bitta aytib o'taman hozir. O'sha narsaga vнимательный bo'lib, o'sha narsani bajarib bersangizlar bo'ldi. Har qanday taom yeng, xohlagan taomingizni, yaxshi ko'rgan taomingizni mazza qilib yeng. Faqat sharti uzoq chaynaysiz. Luq etib o'tkazib yormaysizda, mayda chaynaysiz. Ibn Sino bobomiz aytib o'tganidek, mana shu og'iz bo'shlig'imizdagi 32 ta tishimizda haqqi bor o'sha taomda. Ya'ni tiyish kerak 32 ta tishga. Hamma taom yemoqchi bo'lgan taomimiz. Endi shartini aytdim. Mayda chaynaymiz. Nega mayda chaynashdi? Men sizlarga mexanizmini tushuntirib aytaman. Mana og'iz bo'shlig'idan taom kirdi. Siz jag' osti, til osti bezlari bor. Ya'ni so'lak ishlab chiqarilayotgan bezlar bor. Organizm mana og'iz bo'shlig'iga taom tushgandan keyin, yaxshi ko'rgan taomingiz tushgandan keyin uni mayda chaynaysiz. Mayda chaynashni boshlaganingizdan keyin so'lak bezlari, so'lak ajralish, mana shu tish osti, mana jag' osti, til osti, so'lak bezlari ishlay boshlaydi. Bu qariyb 70-75% odamda, 80% o'sha semirgan odamlarda past ishlamaydi bu so'lak bezlar. Chunki ular luqmani sho'ttirish yutib yutaveradi 2-3 chaynab. 2-3 undan chaynamasdan ham yutaveradi. Demak, men nega chaynashga urg'u beryapman? Qaranglar, diqqat bilan eshitinglar. Mana og'iz bo'shlig'iga tushgan taom, o'sha oshqozon mana chaynashni boshlaysizlar-ku, mayda chaynab, aylantirib chaynaverganlaringdan keyin men bu yoqdan so'lak bezlari ishlab chiqarilishni boshlaydi. So'lak bezi ishlab chiqarildimi, bu taom og'iz bo'shlig'idan maydalanib so'lagimiz bilan aralashib to o'zi qizil o'ngashdan yutilib ketmagunicha yutmaysiz. Endi oshqozonga tushdi. Siz maydalab chaynab yutgan taomingiz, yutilgan taomingiz oshqozonga tushdi. Oshqozon buni olib qolmaydi. To'g'ridan to'g'ri 12 barmoq ichakdan ingichka ichakka o'tkazib yoradi. Sababi
o'zi taom so'lak bilan aralashtirib tayyor hazm, ya'ni so'rilishga tayyor bo'lib tushadi. Men aytgan mexanizmda qilsangizlar. Demak, 12 barmoq ichakka tushdimi? 12 barmoq ichakda so'rilish mexanizmi amalga oshishni boshladimi? Bu birdaniga o'zi to'yish markaziga, ya'ni 12 barmoq ichakdan, menga qarating. 12 barmoq ichakda mexanizm so'rilishni boshladi. So'rilishni boshladimi? Bu tanamizga kerak bo'lgan qon orqali boradi, oziq-ovqatlar. Qon orqali borib hujayralarimizgacha singib boradi. Bu 3 daqiqagacha davom etadi o'zi. So'rilib singandan keyin bo'ldi. Hujayralar o'zi to'yindimi oziq moddaga, to'yish markazi, ya'ni och markazga boradi. Bo'ldi. Oshqozon mana hujayralar to'ydi degan signal boradi miyaga. Bo'ldi, sizda ishtahangiz shunday so'nadi. Mana bir kosa osh yeyapsizmi? Bir tovoq, bir laganda osh yeyotgan oshingizni siz 3dan 1ni ashuni maydalab chaynab yeng, 3dan 1 ham ketmaydi. O'zi aytiladi. Qilmana taom qulog'ingizni kattaligigacha bo'lsa bo'ldi. Mayda chaynab yesangiz, bo'ldi, quvvatlanasiz o'zi. Umr topog'anangiz tik turishga holat yetib ortadi mana shu quloqdagi taom. Faqatgina sharti aytib o'tganimdek, uzoq chaynaysiz. O'zi so'rilib ketmagunicha, o'zi yutilib ketmagunicha yutmaysiz taomni. Vazningiz 140 kilomi, 150 kilomi, to'la vazndamisiz? Shu aytganimni qilib bering. O'lchang, taroziga chiqing. Aniq vazningizni biling, rasmga tushiring. Son aylana, qorin aylana, qo'l aylana hammasini qiling. Bir oydan keyin izohlarda yozing. Sizda natija bo'lishiga men 100% kafolat beraman. Faqat aytganimdek qilib bering. Uzoq chaynaysiz, mayda chaynaysiz. Uzoq chaynashning foydasi juda ko'p. Hozir buni ham aytib o'taman. Xullas, bu narsani sizga tushuntira oldim deb o'ylayman. Demak, uzoq chaynash ana shu 12 barmoq ichakdan o'tib, birdaniga bevosita birdan ingichka ichakka so'rilish mexanizmini, xullas luqma tayyor holatda tushadi. Endi biz shu paytgacha palapartish ovqatlanyapmiz, ya'ni mayda chaynamasdan yutyapmizmi? Endi semirishni kelib chiqish mexanizmini aytaman. Qaranglar. Semirish qanday kelib chiqadi? Mana siz taomni tez va shoshilib yeyapsizda, oshqozonni birinchi aytib o'tganim oshqozonni to'ydirish mexanizmi bo'lgan bo'lsa, endi siz mayda chaynamasdan tez yeb o'tkazyapsizmi? Maydalamasdan o'tyaptimi oshqozonga? Oshqozon uni 12 barmoqchakdan ingichkagacha o'tkazmaydi. Nega? 12 ingichkagacha bu siz mayda chaynamagan ovqatingiz, taomingizda so'rishga moslashmagan bo'ladi. Shuning uchun oshqozon uni o'tkazmaydi, o'zida olib qoladi. Endi siz nima uchun ko'p taom yeyapsiz, nima uchun ko'p to'yganingizni bilmayapsiz? Mexanizm shunday. Bu yoqdan 12 barmoq ichakka o'tmagandan keyin, so'rilish bo'lmagandan keyin mana bu yoq markaz och bo'lib turibdi hali. Mana miyamizdagi markaz och bo'lib turibdi. Hali ye deydi. Biz yana yeyveramiz, oshqozonni to'ldirib yuboramiz. Bugundan boshlab, mana shu videoni eshitayotgan kuningizdan boshlab, vaqtingizdan boshlab, bugun shuni o'zingizga qaror qabul qilib oling. Bugundan boshlab men sog'lom ovqatlanaman, oshqozonni to'ldirish emas, to'ydirish mexanizmini yo'lga qo'yaman deb o'zingizga jiddiy jahd qo'yib oling. Ana shu narsani siz amalga oshirib bering. Xudo xolasa bir oyda 140 kilo vес bo'lsangiz, bir oyda 20 kilo, kerak bo'lsa 30 kilogacha ozish ehtimoli bor bu narsa. Faqat siz ana shu aytganimda to'liq qilib bering. To'liq maydalab, qaytarib o'taman. So'rilib ketmaguncha, mana shu so'lak bezlaringiz bilan aralashmagunicha, o'zi yutilmaguncha yutmaysiz taomni. Misol uchun sizlarga aytib o'taman, bu holat bo'lgandir. Masalan, osh yeymiz, osh yeganingizni tasavvur qiling. Mana osh shuni yeyapsiz. Mana shu guruch bor-ku, oshni guruchi 80% gacha butun turadi. 80% gacha. Maydalamasdan o'tib ketadi. Endi o'sha maydalanmagan osh tayyor holatda qanday ingichkagacha o'tkazadi? Ingichkagacha uni so'ralmaydi. Shuning uchun oshqozonni biz qiynaymiz. Oshqozon shuning uchun og'ir botadi, og'irlik qiladi ko'p ovqat yeganimizdan. Bitta mexanizm. Qaytaraman sharti. Uzoq chaynaysiz. Bo'ldi.
uzoq chaylang va sog'lom bo'ling. Salomat.